Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mo'jizaviy ichimlik tayyorlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Bu mo'jizaviy ichimlik ayni bahorgi havo uchun juda ham muddao, immunitetni ko'taradi, qonni ko'paytiradi. Oddiy ichimligimiz uchun kerakli masalliqlar quyidagilar. O'rtacha kattalikdagi 2 dona qizilcha, 100 gramm mayiz, ta'bga ko'ra novvot va filtrlangan ichimlik suvi kerak bo'ladi. Alohida idishga qizilchalarimizni parrak shaklida to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra qizilchalarni zamoncha ko'rinishda ham to'g'rab olishingiz mumkin. Bu sizning xohishingiz. Oldindan yuvib tozalangan mayizlarimizni qizilchalarimiz ustidan solamiz. Imkon qadar qora mayiz ishlatsak yana ham foydaliroq bo'ladi. Ta'bga ko'ra novvot solamiz va filtrlangan suvimizni idishga quyamiz. Tayyor ichimligimizni gazga, olovga qo'yamiz. Olovda 15-20 daqiqa qaynatamiz. Mana sizlar uchun mo'jizaviy ichimligimiz tayyor. Mo'jizaviy ichimlikdan ichib immunitetimizni oshirishimiz mumkin.